Arslon burji uchun 2025-yil munajjimlar bashorati. Assalomu alaykum Astrastar Mila kanalining aziz kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin. Bugun Asad, ya'ni Arslon burji vakillari uchun 2025-yil Ilon yili uchun qiziqarli hodisalarga boy goroskopni e'tiboringizga havola qilaman. Bu yil juda katta o'zgarishlar sodir bo'ladi, chunki eng katta va og'ir planetalar bir burjdan boshqasiga o'tadilar. Dunyoda bo'ladigan bunday katta o'zgarishlar har 3, 7, 14, 20 yilda sodir bo'ladi va insonlarning fokusini va yo'nalishini o'zgartiradi. 2025-yil sizga nimalarni olib keladi? Qaysi sohalarda va qanday o'zgarishlar sodir bo'lishini izohlab beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Chunki faoliyatimizning rivoji aynan obuna bo'lishingiz va loyihalarimizga like bosishingiz va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldirishingizga juda ham bog'liq va sizning fikrlaringiz biz uchun juda ham qiziq. Endi esa Arslon burchlari uchun hisoblangan prognozimizga o'tib izohlashni davom ettiramiz. Bu yil Arslon burchlarining hayotida ham juda muhim katta o'zgarishlar sodir bo'ladi. Yupiter qisqichbaqa burjiga kiradi. Sekin planetalar Saturn va Neptun Qo'y burjiga kiradilar. Pluton Qovg'a burjiga o'tdi. Uran Egizaklar burjiga kiradi. Video davomida bularning sizga ta'sirini izohlayman. Keling, avval sizning burjingizga kuchli ta'siri bo'ladigan Pluton haqidagi ma'lumotlarni aytaman. Og'ir planetalardan biri Pluton buyuk transformatsiya va katta o'zgarishlar planetasi. 2024-yil 20-noyabrdan boshlab butunlay sizning ish, salomatlik, kundalik ishlar, kundalik rejim, uy hayvonlari, mas'uliyat va majburiyatlar sektoringizdan chiqib ketdi. U sizni 16 yildan beri ishingiz, xizmat ko'rsatish sohangiz va salomatlik masalalari orqali o'zgartirayotgan edi. Ko'p arslonlar ishga kirdi, ishdan bo'shadi, katta mas'uliyat va majburiyatlarni o'z bo'yniga olishdi. Salomatligida katta o'zgarishlar bo'ldi. Endi Pluton 20-noyabrdan boshlab sizning 7-uyingizga o'tib, kelgusi 20 yillik hayotingizda madaniy ahvolingizni shakllantirishingizda sizga yordam berishni boshladi. 7-uy turmush o'rtoq, hamkorliklar, ochiq dushmanlar, munosabatlar, sud masalalari, shartnomalar va klientlar sektori va sizga shu mavzularda katta o'zgarishlarni olib keladi. Pluton sizga hayotingizda qaysi mavzularda katta transformatsiya bo'lishini ko'rsatib beradi. Demak, ushbu davrda ehtimol sizning turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz krizisga uchraydi, kelishmovchiliklar bo'ladi yoki endi umuman turmush o'rtog'ingiz kuchayadi, nufuzli ishlarga o'tadi. Balki siz turmush o'rtog'ingiz yoki hamkoringiz bilan birga biron bir biznesni yuritasiz. Siz ushbu davrda munosabatlar borasida ba'zi qiyin davrdan o'tishingiz mumkin. Qarshingizdagi insonlarning munosabati va qandaydir bosimi sizni kuchli darajada o'zgartiradi. Ochiq dushmanlar bilan kurashasiz. Umuman arslonlarda turmush qurish, ajrashish, kurashish va insonlar bilan munosabatlarda katta o'zgarishlar ro'y beradi. Lekin Pluton katta pullarni ham bildirganligi uchun endi qarshingizga juda kuchli harbiy, jarroh, bank, moliya mutaxassisi, sportsmen, nufuzli, badavlat yoki bosim o'tkazuvchi odamlar chiqishi mumkin yoki ular bilan birga hamkorlik qilasiz. Shuningdek, sizning endi klientlaringiz, hamkorliklaringiz va shartnomalaringiz ko'payadi. Bularning barchasi 20 yil davom etadi. Sizning oilaviy holatingiz o'zgaradi. Hamkorlar ketadi, sud mavzulari yoki shartnomalar borasida katta o'zgarishlar bo'ladi. Bu yil ascendenti 1, 2, 3 gradus arslonlar sizga Pluton kuchli ta'sir qiladi. Yoki agar tug'ilgan kuningiz 23, 24, 25, 26 iyul bo'lsa, bu yil siz Plutonning bosimini va transformatsiyasini boshqa arslonlarga ko'ra ko'proq his qilasiz. Mening Mila Xorazmli nomli Instagramimni kuzatib borayotganlar biladi. O'tgan yildan boshlab insoniyat olamida yangi buyuk o'zgarishlar davri boshlandi. Avvalo Qovg'a burjidagi Plutonning ta'siri sun'iy intellektdir. Sizda sun'iy intellekt orqali pul topish imkoniyati paydo bo'ldi. Asosan sizning kuch-qudratingiz 2044-yilgacha turmush o'rtoq, hamkorlar va shartnomalar mavzularida rivojlanadi va ortib boradi. 12-fevralda Arslon burjida to'lin oy sodir bo'ldi. Bu paytda sizning hayotingizda bir masala oydinlashdi va yakuniga yetdi. Kutilgan natijalar keldi va hosilni yig'dingiz. Siz bunda muhim bir qarorlarni ham qabul qildingiz.
Venera ham bu yil 2-martdan 13-aprelgacha retrograd holatda bo'ladi. Shu sababli 2-martdan boshlab 40 kun davomida turmush qurish, go'zallik protseduralari va pul bilan bog'liq operatsiyalarni o'tkazish, sarmoya kiritish tavsiya etilmaydi, chunki keyin pushaymonliklar bo'lishi mumkin. Venera sizning 9-uyingizda retrograd holatda sayr qilmoqda. Bu davrda sobiq sevganingiz yoki o'qituvchingiz yoki kursdoshingiz sizni eslashi mumkin. Oliy ta'lim masalasini yoki sayohatingizni muhokama qilasiz. Inonchlar va dunyoqarashlaringizni qayta ko'zdan kechirasiz. Sud, yuridik hujjatlar bilan bog'liq ishlaringizni ko'rib chiqasiz. Bular borasidagi mavzular kechikishi ham mumkin. Balki o'qishda yana imtihon topshirasiz. Chet el bilan bog'liq ishlarda ham to'xtalish yoki takrorlash bo'lishi mumkin. Martning oxirida va aprelda yana fevral oyidagi moliyaviy mavzular takrorlanadi yoki pul masalalarini qayta ko'rib chiqishga to'g'ri keladi. Venera 30-aprelda yana 9-uyingizga qaytadi va 6-iyungacha qoladi. Shu davrda sizni e'tiboringiz ko'proq chet el, sayohat, diniy ma'naviy mavzular, yuridik hujjatlar va oliy ta'limga qaratiladi va o'qituvchingiz yoki chet elliklar bilan go'zal uchrashuvlaringiz bo'ladi. Sayohatingizda kutilgan o'zgarishlar bo'ladi hamda siz ta'lim sohasi bo'yicha ajoyib yaratuvchanlik qobiliyatingizni namoyish etasiz. Aloqalar, muloqotlar, savdo-sotiq, aql-hush, qisqa sayohatlar, elektronik jihozlar va transportni timsol etuvchi Merkuriy 15-mart kuni retrograd holatga o'tdi. Merkuriyning retrograd harakatlari davrida albatta yangi ishlarni boshlamaslik, muhim qarorlar qabul qilmaslik va katta xarajatlar qilmaslik kerak, chunki bunda muammolar, takrorlashlar, xatolar yoki uzilishlar kuzatiladi. Retrograd davr ishlarni tugallash, takrorlash, qayta ko'rib chiqish, xatolar ustida ishlab yaxshilash davridir. Demak, Merkuriy qachon retrograd harakatida bo'lishini o'zingizga yozib qo'ying. Merkuriy 15-martdan 7-aprelgacha sizning 9-uyingizda oliy ta'lim, chet el, sayohat va dunyoqarashingiz bilan bog'liq sektorda retrogradda bo'ladi. Bunda o'qishingizda yana nimanidir takrorlaysiz va rejalaringiz o'zgaradi. Sayohatlar kechikadi, balki oldin borgan joylarga sayohatga ketasiz. Xorijiy ishlarda to'xtalishlar, xatolar va kechikishlar kuzatiladi. Yuridik hujjatlarni kutishingizga to'g'ri keladi. 18-iyuldan 11-avgustgacha Merkuriy sizning 1-uyingizda tashqi ko'rinishingiz, imij, stilingiz, egoizmingiz, shaxsiyatingiz va menligingiz mavzularida va turmush o'rtoq bilan munosabatlarda qandaydir takrorlashlar, kelishmovchiliklar yoki to'xtalishlarni beradi. Ehtimol siz oldingi stil va imijingizga qaytasiz, o'z menligingiz, shaxsiyatingizni rivojlantirishingizga to'g'ri keladi. O'zingizni namoyish etish, yangi boshlang'ichni boshlashingizda kechikishlar bo'ladi. Orqaga qaytib xatolar ustida ishlash kerak bo'ladi. Nimanidir ko'p takrorlash kerak bo'ladi. Balki siz oldin munosabatda bo'lgan insonlar bilan uchrashasiz. Sobiq turmush o'rtoq qaytishi mumkin, lekin bunday insonlar bilan munosabatlarda tortishmaslikka harakat qiling. O'zingizni to'g'ri ifodalay olmasligingiz va xatolar qilishingiz mumkin. Va Merkuriy oxirgi marta 10-noyabrdan 29-noyabrgacha sizning 5-uyingizda retrograd holatda bo'ladi. Bunda farzandlar, sevgi munosabatlari, hobbilar, shaxsiy biznes va dam olishlar sektoringizda ba'zi kechikish, takrorlash va to'xtalishlar bo'ladi. Sevgi munosabatlarini oydinlashtirish va ko'rib chiqish bo'ladi. Sobiq sevganingiz sizni eslaydi. Farzandlarning bir mavzusi takrorlanadi. Rejalar o'zgarishi mumkin. Ular bilan birgalikda dam olishga, sport mashg'ulotiga yoki ko'ngilochar joyga sayrga borishni takrorlashingiz ham mumkin. Karmik tugunlarga kelsak, 2025-yilda 4 ta tutilish sodir bo'ladi. Tutilishlar yangi oy yoki to'lin oyning oy tugunlariga yaqin turganida sodir bo'ladi. Bunda biz istasak-da, istamasak-da karmik oy tugunlari taqdirimizni o'zgartirishadi. Demak, taqdirni o'zgartiruvchi karmik oy tugunlari o'qi 2025-yil 12-yanvardan burjlarini o'zgartirdilar va shimoliy oy tuguni Baliq burjiga 8-uyga o'tdi va janubiy oy tuguni Sumbula burjiga 2-uyga o'tdi. Bu xizmat qilish va salomatlik o'qi deyiladi. Shimoliy oy tuguni 2025-yil 12-yanvardan 2026-yil 27-iyulgacha sizning 8-uyingizda bo'ladi va 1,5 yil davomida sizning asosiy hayot yo'nalishingiz o'zgaradi va diqqat e'tiboringiz alimentlar, qarzlar, kreditlar, davlat tomonidan beriladigan pullar, turmush o'rtog'ingizning daromadlari, operatsiya, homiladorlik va krizislarni hal qilishga qaratiladi.
Demak, endi 12-yanvardan boshlab sizning taqdiringizdagi katta o'zgarishlar shu sohalarda yuz beradi. Endi sizning moliyaviy ahvolingiz o'zgaradi. Balki siz kredit olasiz, davlat tomonidan bir yordam olasiz, hamkorlar yoki turmush o'rtog'ingizning daromadlarida o'zgarish bo'ladi va siz krizisli holatlarga ko'p e'tibor qaratasiz va yechimini izlaysiz. Agar ajrashmoqchi bo'lsangiz, umumiy mulkni taqsimlash bo'ladi yoki endi siz aliment olishni boshlaysiz. Turmush o'rtog'ingizdan sizga umumiy daromadlar keladi. Ehtimol davlatdan stipendiya, grant yoki nafaqa sifatida sizga yordam bo'ladi. Shuningdek, siz astrologiya, psixologiya mavzularida har xil kurslarga yozilishingiz mumkin. Va to'lovlar, soliqlar va shtraflarni unutmaylik, chunki ular ham 8-uyning mavzulari. Albatta, inson yaxshi niyat qiladi, lekin karmik tugunlar sizga daromadlar, kreditlar, qadr-qimmatingiz, sog'lig'ingiz va krizisli holatlar borasida ehtiyot bo'lishni ko'rsatadi. Aytgancha, bu homiladorlikni ham berishi mumkin. 18,5 yil oldin sodir bo'lgan hodisalarga o'xshash vaziyatlar yuzaga keladi. O'ylab ko'ring, hayotingizda 2006-2007 yillarda nimalar yuz bergan yoki 9 yil oldin nimalar sodir bo'lgan bo'lsa, o'shaning teskarisi yoki natijasi bo'lishi mumkin. Ya'ni 2016-17 yillarda hayotingizda nimalar sodir bo'lgan, o'shalarni eslab ko'ring. Xo'p, 2025-yil 14-martda birinchi oy tutilishi Sumbula burjida sizning 2-uyingizda sodir bo'ldi. Bu tutilish ish, daromadlar, daromad manbai, qadr-qimmatingiz va ovqatlanish tarzingiz bilan bog'liq mavzularga ta'sir qiladi. Ishingiz yoki daromadlaringiz o'zgaradi. Nimagadir katta pul sarflaysiz, masalan, sayohat, o'qish yoki salomatlikka. Albatta, bu davrda ish va daromadlaringiz borasida barcha dokumentlarni tartibga keltirish, tozalash, o'zgartirish va hisob-kitob qilish kerak bo'ladi. Buni menga qanday foydasi bor deb masalalarni amaliy va aql-hush bilan hal qilasiz. 29-martda quyosh tutilishi Qo'y burjida sizning 9-uyingizda oliy ta'lim, chet el bilan bog'liq ishlar, sayohatlar, sud, yuridik hujjatlar, nashriyotlar va diniy e'tiqodlar sektoringizda sodir bo'ladi va shular bilan bog'liq mavzular oldingi planga chiqadi. Bu ushbu sektoringizdagi oxirgi tutilish bo'ladi va bunda nimadir yakunlanishi mumkin yoki nimanidir muddati tugaydi. Balki sizning yuridik hujjatlaringiz bilan bog'liq bir karmik o'zgarish bo'ladi. Oliy ta'limda yoki sayohatlaringizda o'zgarish bo'lishi mumkin. Yoki sizning dunyoqarashingiz va inonch-laringizda o'zgarish bo'ladi. Balki sizning o'qishingiz o'zgaradi, yutuqlar keladi, opa-ukangizning hayotida ham o'zgarishlar bo'ladi. 27-martda xiyla nayranglarni bildiruvchi qora oy Lilit Chayon burjiga o'tadi va 9 oy mobaynida sizning 4-uyingizda sayohat qiladi. 4-uy turar joy, ko'chmas mulk, oila, ota-ona va ko'chishlarni bildiradi. Bunda sizning oilangizda yoki ko'chmas mulk bilan bog'liq biroz hiylali mavzular bilan qarshilashish ehtimolingiz bor. Beparvolik yoki yolg'onlar kuzatiladi, e'tiborli bo'ling. Lilit 4-uyingizda. Ota-onangiz atrofida shubhali, chalkash munosabatlar va hiylalar bo'ladi. Ijara mavzularida hiyla qilishlari ham mumkin. Balki turar joyingizda shubhali, hiyla nayrangli ishlar bo'lishi mumkin. Ota-onangizni obro'yiga putur yetishi ham mumkin. Tuhmatlardan ehtiyot bo'lish kerak. 2025-yildan Saturn va Neptun Qo'y burjiga kiradilar, ya'ni sizning 9-uyingizga kiradilar. 9-uy oliy ta'lim, chet el, sayohatlar, yuridik masalalar, din va e'tiqod sektoridir. Neptun ijodkorlik, cheksiz sevgi, ilhom, xayollar va inonchlar sayyorasi bo'lgani sababli u 9-uyga kirganida oyning eng yuqori saviyasida tasavvur va sezgini beradi. Ma'naviy qarashlari insonni oddiy voqealardan taqdirning barmog'ini ko'rishga yoki ularni bashorat qilishga undaydi. Bu sizga eng yuksak orzularning amalga oshishini beradi va mashhurlikni olib keladi. Neptun qaysi sektorga kirsa, o'sha mavzularda noaniqlik, tuman, tartibsizlik, ijodkorlik, yaratuvchanlik va ilhomni beradi. U 14 yildan beri sizning 8-uy, alimentlar, qarzlar, kreditlar, turmush o'rtog'ingizning daromadlari, operatsiya, homiladorlik va krizislar sektoringizda edi va sizning daromadlaringizda qandaydir bir noaniqlik va tartibsizlik yoki yo'qotishlar bor edi. Balki Neptun sizga ijodkorlik natijasida juda katta pullarni olib keldi. Endi Neptun ushbu sektoringizdan chiqib, ta'lim, nashrlar, sayohat, chet el va dunyoqarashning kengayishi uyiga kiradi va bu yerda 14 yil qoladi. 9-uydagi Neptun shoirona dunyoqarash degani.
Endi siz uchun sayohat qilish har doim ijodiy boshlang'ichni yuzaga chiqarishning bir usuli hisoblanadi. Siz hamma narsaga qiziqasiz, ayniqsa ta'lim va yangi diniy, ma'naviy va falsafiy mavzularga. Sayohat uchun pul bo'lmasa, tasavvur, xayollar sayohatning o'rnini bosadi. Siz tushlaringizda hech qachon bormagan shaharlarni ko'rasiz, lekin ularni detallarigacha tasvirlab berasiz. Chet tilini o'rganasiz yoki chet tilda dars berasiz. Chet elliklar yoki boshqa millat vakillari bilan katta ishlar olib borasiz va klientlar ortadi. Sizning chet elga bo'lgan chegaralaringiz ochiladi va siz chet elga ko'chib ketishingiz ham mumkin. Bu davrda sizning karmik vazifangiz o'z ildizlaringiz va milliy an'analaringizni unutib, o'zingiznikilar orasida begona bo'lishga yo'l qo'ymaslik va islohotga intilish bilan tarixga hurmat o'rtasidagi muvozanatni saqlashdir. Neptun 9-uyingizga 31-martda kiradi va 22-oktyabrgacha qoladi. Keyin to'xtab retrograd holatga o'tadi va keyingi 2026-yildan boshlab butunlay shu sektoringizda sayohat qiladi. Endi sizga Neptun oliy ta'lim, chet el, sayohatlar, yuridik masalalar, dunyoqarash, din va e'tiqod borasida sirlarni, noaniqlikni, tartibsiz holatni yoki yaratuvchanlik va ijodkorlikni beradi. Ayniqsa Neptunning sohalarida ta'limga moyillikni beradi. Masalan, huquq, falsafa, audio uskunalar, musiqa, kino, tibbiyot, dori-darmonlar, maishiy kimyo, biologiya, suv, gaz, parfyumeriya, fotografiya va boshqa ijodiy sohalarga qiziqishni beradi. Siz ta'limning standart shakliga qiziqishni yo'qotishingiz mumkin, ammo ongning yuqori darajasiga erishish uchun bu kerak. U sizga boy tasavvur, ijodiy qobiliyat, falsafiy ma'naviy qiziqishlar, oldindan sezish va bashoratli tushlarni, shuningdek sayohatga moyillikni beradi. Bu yerda Neptunning negativ jihati siz mistik qo'rquvlarga berilishingiz yoki fanatik bo'lishingiz mumkin. E'tiborli bo'ling. Huquqiy masalalarda va turmush o'rtog'ingizning opa-ukasi bilan munosabatlarda qiyinchilik yoki chalkashliklar paydo bo'lishi mumkin. Neptunning eng yomon ta'siri aldanish, illyuziyalar, adashishlar, yolg'on g'oyalar, haddan tashqari axloqiy yoki past axloqqa olib kelishi mumkin. Yaxshisi sizga maslahatim tez-tez sayohat qiling, hatto shunchaki sayr qiling, ta'lim oling, diniy marosimlarda qatnashing, yaratuvchan bo'ling va she'rlar yozing. Energiya, kuch, harakat, faollik, shijoat va liderlik planetasi Mars Qisqichbaqa burjida sizning 12-uyingizda ko'p vaqtdan beri sayohat qilyapti. Aniqrog'i, o'tgan yil sentyabr-oktyabr oylarida va yanvarning boshidan beri Mars bu yerda sayr qilyapti. Lekin Mars 2024-yilning oxirida 7-dekabrda retrograd holatga o'tgandi va uning orqaga qaytishi bu yil 24-fevralgacha davom etdi. Bunda insonlarga energiya, shijoat, kuch-quvvat yetishmasligi va qandaydir bir agressiv holat takrorlanishi mumkin. Bu davrda siz insonlarda faol va tashabbuskor odamdek taassurot qoldirmaysiz. Atrofdagilar ko'pincha sizni past baholaydilar va sizni e'tiborga loyiq hech narsa qilmayapti deb hisoblashadi. Chunki siz o'z faoliyatingizni reklama qilmaysiz. O'z fikrlaringizni, istaklaringizni va harakatlaringizni boshqa odamlardan yashirishga harakat qilasiz va ishingiz sir saqlash bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunda siz yuqori darajadagi maxfiylikni talab qiladigan faoliyatga qodir bo'lasiz. Shuningdek, yopiq joylarda, tibbiyot muassasalarida va diniy joylarda bo'lishingiz mumkin. Ba'zan tez-tez xorijiy safarlaringiz ortadi yoki immigratsiya bo'ladi. Hech kim sizni bezovta qilmasligi uchun alohida ishlashni afzal ko'rasiz. Siz u yoki bu natijaga qanday kelganingizni so'z bilan tushuntira olmaysiz. 24-fevraldan boshlab esa sizning tasavvuringiz boyiydi. Xayol kuchi va yaxshi fantaziyaga ega bo'lasiz va o'z iste'dodingizni san'at va ijodiy ishlarda ro'yobga chiqarasiz. 12-uydagi Marsning salbiy tomonlari qonun bilan bog'liq muammolarni ko'rsatishi mumkin. Siz halol, rostgo'y va adolatli bo'lishingiz kerak. Shuningdek, fitna, firibgarlik va noqonuniy xatti-harakatlardan qochishingiz kerak. Marsning kasalliklar uyida joylashganligi sizga kasalliklar, jarohatlar yoki hayvonlar tufayli baxtsiz hodisalar ko'rinishida muammolar keltiradi. Shuningdek, bir erkak yashirin dushmanlik qilishi mumkin yoki bir insonga sizning orqangizdan qilgan ishlari uchun sendan hech ham kutmagandim deysiz.
Sizni eng ko'p tushkunlikka soladigan narsa klinikalarda uzoq vaqt qolishdir. Chunki bu bilan siz o'z kuchingizni tabiiy yo'l bilan sarflash imkoniyatidan mahrum bo'lasiz. Mars 19-aprelgacha ushbu sektoringizda sayohat qiladi va bu davr o'z ichingizga sho'ng'ish, yolg'iz qolish, salomatligingizni o'ylash, izlanishlar va sayohatlar qilish uchun juda yaxshi davr bo'ladi. Demak, aprelning oxirigacha o'tmishga qaytib, qolib ketgan ishlaringizni tugallang, muqaddas joylarga ziyoratga boring va ko'proq duolar qiling. Shuningdek, 12-uy qisqichbaqa burji bo'lganligi sababli oilangiz va onangizning huzur halovati uchun o'z kuchingizni sarflang va uy-joy atrofida aylanadigan ishlarga, ya'ni uyni qayta bezash, dekoratsiya ishlariga eng samarali tarzda yo'naling. 19-apreldan boshlab 17-iyungacha Mars 1-uyingizga kiradi va siz faol harakatga kirishishingiz va yangi boshlang'ichlarni boshlashingiz mumkin. Sizga shijoat, kuch, motivatsiya, hissiyotlar va energiya keladi. 2023-yil iyun oyida Mars Arslon burjida sayohat qilgan edi va o'shanda hayotingizda qanday go'zal boshlang'ichlar qilganingizni eslab ko'ring. Biroq mana shu yerda ehtiyot bo'ling. 20-apreldan 27-aprelgacha sizning muhitingizda qiyin bir hafta bo'lishi mumkin va bu atrofingizdagilar bilan ichki va tashqi janjalni timsol etadi. Bunda Mars qiyin jihatlar hosil qiladi. Uning Pluton va Oy bilan qarama-qarshiligi va Lilit va Quyoshga kvadrati sodir bo'ladi. Bunda ishda, pullar, moliyaviy masalalarda, shaxsiy masalalarda yoki rashk qilish sababli agressivlik kuzatiladi. Tortishuvlar bo'lishi mumkin. Tuhmat yoki sizni qoralashlari mumkin. Siz o'zingiz agressiv bo'lib, insonlar bilan tortishingiz ham mumkin. Lekin unutmang, bu avariyniy situatsiyalarni ham keltirib chiqaradi. Xatolar qilmang, janjalga aralashmang, chunki jahl chiqqanda aql ketadi. Yong'in va operatsiyalardan ehtiyot bo'ling. Bu sizga asosiy tavsiyam bo'ladi. Hech kim bilan umuman tortishmang. Bunday holat dekabrning oxiri va yanvarning boshida yuz bergandi. Siz qanday o'tganini yaxshi bilasiz. Sokin o'tkazishga harakat qiling. Saturn cheklov va to'siqlar, mas'uliyat va majburiyatlar, sinovlar planetasi ham 2023-yil 7-martdan beri sizning 8-uyingizda sayohat qilmoqda. Bu davrda siz kreditlar, alimentlar, grant, stipendiya yoki turmush o'rtog'ingizning daromadlari borasida krizislarni boshdan kechirdingiz yoki sizga bir sinov keldi. Ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak bo'ladigan bir davr edi. 8-uy sarmoyalarni, grant, soliq, sug'urta, alimentni ham bildirganligi sababli sizda shu mavzular dolzarb bo'ldi. Ehtimol siz davlat tomonidan qandaydir yordam oldingiz. Bu aliment, stipendiya, grant bo'lishi mumkin. Ya'ni sizga davlat idorasidan doimiy daromad kelib turdi. Balki siz pensiya olishni boshlagansiz. Saturn qaysi uyda bo'lsa, o'sha uy mavzularida bir cheklov, to'siq beradi. Albatta, disiplina va mas'uliyat bilan qattiq ishlashni talab qiladi va oxirida albatta katta hadyalarni berib ketadi. Bu yil endi Saturn ham burjini o'zgartiradi va 25-maydan 2-sentyabrgacha sizning 9-uyingizga kiradi. 9-uy oliy ta'lim, chet el, sayohatlar, yuridik hujjatlar, nashriyotlar va diniy e'tiqodlarni timsol etadi va sizga shu mavzularda mas'uliyatlarini, cheklov va to'siqlarini va sinovlarni berishi mumkin. Ehtimol siz o'qishga kirasiz, o'qishda qattiq mehnat qilasiz yoki ta'lim borasida sizda biron bir cheklov bo'lishi, nazorat kuchayishi mumkin. Hayotingizga sizga saboq berib ketuvchi o'qituvchilar kirib keladi. Siz turmush o'rtog'ingiz bilan sayohatga chiqishingiz mumkin yoki siz ko'proq ish sayohatlariga ketishingiz mumkin. Balki turmush o'rtog'ingizni yoniga ketasiz yoki u chet elga ishga ketadi. Yuridik hujjatlar yoki chet el ishlari bo'yicha ko'p nazorat bo'ladi yoki kechikishlar kuzatiladi. Kutish davri bo'lishi ham mumkin. Balki chet elda uy sotib olishga harakat qilasiz yoki sayohat bilan bog'liq ishlarga qo'shilasiz. Balki siz ko'p maqolalarni nashr qilasiz. Shuningdek, siz diniy dunyoqarashingizni kuchaytirishni yoki hayotning ma'nosini qidirishni, falsafasini anglashni boshlaysiz. Diniy ma'naviy qarashlar o'zgaradi. Ehtimol uzoq davom etadigan sud masalasi yuzaga kelishi mumkin yoki yuridik hujjatlar bilan shug'ullanasiz. Xullas 3 yil mobaynida Saturn sizga 9-sektor bo'yicha o'zining mas'uliyat, sinovlarini va albatta hadyalarni berishi mumkin.
30-iyul kunidan boshlab ushbu 9-sektoringizda Saturn va Neptunning birlashuvi sodir bo'ladi. Bu avgustning o'rtasigacha davom etadi. Agar sayyoralarning ushbu birlashuvida yuqorida aytilgan mavzular bo'yicha o'z maqsadlaringizda rejalar tuzib, katta qadam tashlasangiz, sizga ishingizda uzoq muddatli barqarorlikni olib keladi. Bu hayotingizdagi bir noaniqlik va tartibsizlikka barham berish, ba'zi mas'uliyatlarni o'z zimmasiga olib, jiddiy qadamlar tashlash uchun xayrli davr bo'ladi. Siz oliy ta'lim, chet el, sayohatlar, yuridik hujjatlar, nashriyotlar va diniy e'tiqodlar borasida qat'iy va jiddiy bo'lib, rejalar bilan bir ishga kirishishingiz ham mumkin. Taqdirning sovg'alari, omad, imkoniyatlar, yutuqlar va katta baxt planetasi Yupiter hali 10-iyungacha sizning 11-uyingizda sayohat qilishda davom etadi. 11-uy do'stlar, guruh va jamoalar, tashkiliy ishlar, ijtimoiy tarmoqlar, umidlar va kelajak sektoridir. O'tgan yil maydan beri Yupiter sizning do'stlar, guruhlar va jamoalar, hamfikrlaringizni va internet bilan bog'liq ishlaringizni boyitib, kengaytirib, ko'paytirmoqda. Ular bilan birga rivojlanishda keng imkoniyatlarni olib keldi va kelajak bilan bog'liq umidlaringiz amalga oshishni boshladi. Karyerangizda kutilgan natijalar kelyapti va siz shuncha yillik mehnatingizning hosilini yig'yapsiz. Do'stingiz sizni kim bilandir tanishtirib qo'yishi mumkin yoki ijtimoiy tarmoqlarda insonlar bilan tanishishingiz mumkin, farzand tug'ilishi yoki homilador bo'lishingiz mumkin yoki sizda bolalar mavzulari kuchli bo'lishi mumkin. Siz biron bir guruh va jamoaga yoki bir organizatsiyaga qo'shilishingiz yoki onlayn o'qishlarda o'qishingiz mumkin. Yoki o'zingiz onlayn ta'lim berasiz va ko'plab tadbirlarda qatnashasiz. Ushbu davrda sizning muloqot muhitingiz o'zgarishi va siz juda ko'p insonlar bilan muloqot qilishingiz mumkin. Bu davrda internet, do'stlar va guruhlaringiz ko'payishi va kengayishi mumkin va obunachilaringiz ortishi mumkin. Kelajak bilan bog'liq umidlaringizda omad kulib boqadi. Shunday ekan, iyun oyigacha ko'pchilik arslonlarning orzu-niyatlari amalga oshadi. Bu yil Yupiter ham 10-iyunda burjini o'zgartiradi va endi u qisqichbaqa burjiga, sizning 12-uyingizga kiradi. Yupiter endi bir yil davomida o'zining eng kuchli pozitsiyasida bo'ladi. 12-uy bu emigratsiya, chet el, sayohatlar, shifoxonalar, diniy ma'naviy mavzular, yopiq joylar, izolyatsiya sektoridir. Endi Yupiter bir yil davomida sizning ma'naviyatingizni va ichki ongostingizni boyitadi. Ushbu davr oralig'ida siz balki chet elga, boshqa shaharga yoki uzoq joylarga ko'chib ketishni o'ylaysiz. Chet el bilan bog'liq ishlarda ishlaysiz, ko'p sayohat qilasiz, balki o'tmishga qaytasiz yoki ko'proq yolg'iz qolishni, izolyatsiyada bo'lishni istaysiz. Ehtimol turmush o'rtog'ingiz chet elga ketishi mumkin va siz yolg'iz qolishni istaysiz. Yo'qotish va tugallashlar bo'lishi ham mumkin. Balki siz nimadandir yoki kimdandir qutulasiz. Balki siz ezoterika yoki psixologiya bilan shug'ullanishni va insonning ichki dunyosini o'rganishni boshlaysiz. Qandaydir ilm olishni yoki berishni boshlaysiz. Ehtimol biron bir mavzuda izlanasiz, maqolalar yozasiz. Shuningdek, ushbu davrda sizga insonlar yordam beradi va sizni himoya qilishadi. Siz ham sadaqa va xayriya qilishingiz, muhtojlarga yordam berishingiz kerak. Balki siz ushbu davrda dunyoviy ishlardan ko'ra ko'proq ma'naviy ishlarga ko'proq e'tiborni qaratasiz. Ichki dunyoyingizga sho'ng'ib, o'zligingizni anglaysiz, muqaddas joylarni ziyorat qilasiz. Shuningdek, shifoxonada davolanishingiz mumkin yoki sanatoriyaga dam olishga borish mumkin. Siz shifolanasiz. Eski ishlarni tugatib, yangi ishlarni boshlashingiz ham mumkin. Yupiter sizga 10-iyundan to 2026-yil 1-iyulgacha katta bir proyektni boshlash uchun biroz sahna orqasida bo'lib, ijodkorlik va ilhom bilan katta tayyorgarlik ko'rishingizda o'z himoyasini beradi. Ushbu mavzularda Yupiter sizga o'z sovg'alarini, barakasini, omadini va go'zal imkoniyatlarni olib keladi. Keyingi yil esa u shaxsiyat, tashqi ko'rinish va munosabatlar sektoringizga kiradi. 25-iyuldagi Arslon burjida chiqadigan yangi oy payti sizlar uchun juda ajoyib davr bo'ladi. Bu paytda yangi ishlarni boshlang, yangi qadamlar tashlang, imijingizni o'zgartiring. Bunda sizga yangi fikrlar keladi. Yangi insonlar bilan tanishuvlar va uchrashuvlar bo'ladi. Ayniqsa shu atrofda tug'ilganlar uchun bir yil davomida yangiliklar juda ko'p bo'ladi. Hayotingizda yangi go'zal o'zgarishlar bo'lib, yangi sahifani ochishingiz mumkin.
Yana bir muhim hodisa Uran sayyorasi 2018-yildan beri sizning 10-uyingizda, karyera, status va hayotdagi maqsadlar sektoringizda sayohat qilayotgan edi. Uran beqarorlikni, risklarni, kutilmagan syurprizlarni, katta o'zgarishlar, yangiliklar, tez-tez bo'ladigan o'zgarishlarni bildiradi. Ehtimol 7 yildan beri sizning statusingizda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Kimdir kutilmaganda turmush qurdi yoki ajrashdi. Balki sizning ishingiz yoki karyerangizda kutilmagan syurprizlar yoki beqarorlik bo'lyapti. Hayotdagi maqsadlaringizda barqarorlik yo'q yoki katta o'zgarishlar bo'ldi. Shuningdek, karyerangizda martabangiz kutilmaganda ko'tarilish imkoniyati va yutuqlar kelgan bo'lishi mumkin. Uranning zodiakni bir aylanib kelish sikli 84 yilni tashkil qiladi va uning bu sektoringizga qaytishi 84 yildan keyin bo'ladi. Endi 7-iyuldan boshlab Uran 2033-yilgacha sizning 11-uyingizga kiradi va bu yerda yangi 7 yillik siklini boshlaydi. Bular yana do'stlar, guruh va jamoalar, tashkiliy ishlar, ijtimoiy tarmoqlar, umidlar va kelajak sektoridir va siz uning barcha kutilmagan to'satdan bo'ladigan yangilik va o'zgarishlarini mana shu sohalarda ko'rishni boshlaysiz. Endi sizda do'stlar bilan munosabatlarda, guruh va jamoalaringizda kutilmagan o'zgarishlar bo'ladi. Sizning yangi qiziqarli do'stlaringiz va hamfikrlaringiz paydo bo'ladi. Ehtimol ular chet ellik yoki boshqa millatli bo'lishadi. Shuningdek, sizning ishingizdan keladigan natija va daromadlarda ham yangi o'zgarishlar bo'ladi. Ilmiy ishlaringiz orqali daromadlar keladi. 7 yildan beri o'zingizni fido etgan ishlarning hosilini yig'asiz va mevasini yeysiz. Bu turmush o'rtoq bilan bo'lgan munosabatdan keladigan natijani ham bildiradi. Masalan, siz ajrashdingiz va endi natijasi o'z haqqingizni olasiz, yoki siz turmush qurdingiz va buning mevasi farzand ko'rasiz, yoki farzandi bor bir inson sizning hayotingizga kirib kelishi mumkin. Xullas, shunga o'xshash vaziyatlar bo'ladi. Asosiysi, Uranning ushbu joylashuvida sizning sevganingiz bilan munosabatlardagi keskinliklar tugaydi va turmushingizda yengilliklar va ajoyib go'zal o'zgarishlar bo'ladi. Uran bu yerda sizga jamiyatga ochilishni, jamoat ishlarida va internetda faol bo'lishni beradi. Siz internet orqali pul topishni o'rganasiz yoki do'stlaringiz bilan riskli ishlar qilasiz. Do'stlar doirangiz, muhitingiz o'zgaradi. G'alati do'stlar orttirishingiz ham mumkin yoki do'stlar bilan qandaydir klubga yoki onlayn kurslarga a'zo bo'lasiz. Seminar, konferensiyada yoki tadbirlarda qatnashasiz. Ijtimoiy tarmoqlarda, guruh va jamoangizda tez-tez o'zgarishlar bo'ladi. Uran biron bir ishni tashkillashtirishda sizga yangicha yo'llarni va ishlashni zamonaviy shakllarini ko'rsatadi. Shuningdek, sizning endi orzu-niyatlaringiz o'zgaradi va amalga oshishni boshlaydi. 9-avgustda Qovg'a burjida to'lin sodir bo'ladi va bu sizga kuchli ta'sir qiladi. Bu paytda sizning hayotingizda bir masala oydinlashadi va yakuniga yetadi. Kutilgan natijalar keladi va hosilni yig'ishingiz mumkin. Siz muhim qarorlarni ham qabul qilasiz. Bunda yangi tanishuvlar bo'lishi va yangi munosabatlarni boshlash mumkin. Yoki bu katta proyektlar bo'yicha muhim shartnomalarni imzolash bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt bo'yicha tez va jadal rivojlanish bo'ladi. Sizdan ba'zi muammoli masalalarni qo'yib yuborish, nazoratni bo'shashtirish va masalani oqimga qo'yib berish talab etiladi. Keyingi hodisa Venera 25-avgustdan 19-sentyabrgacha Arslon burjida harakat qiladi. Bu davrda siz quvonchga to'la bo'lib, gullab yashnaysiz, go'zallashasiz va ichki uyg'unlikda bo'lasiz. O'z go'zalligingiz bilan insonlarni maftun etasiz. Sizga iltifotlar qilishadi, tanishuvlar ortadi, sevgi munosabatlarida garmoniya bo'ladi. Sovg'alar keladi va savdo-sotiqda kelishuvlar kuchayadi. Bunda siz pul borasida yangi qadamlarni ham tashlashingiz mumkin. Pullar ko'payishi mumkin yoki sizning yaratuvchanlik, ijodkorlik qobiliyatingiz ortadi. Oktyabr oyida esa katta daromadlar olish potensialingiz kuchayadi va barakangiz ortadi. Keyingi muhim hodisa 7-sentyabrdagi oy tutilishi Baliq burjida, sizning 8-uyingizda. Pullar, daromadlar, turmush o'rtoqning daromadi va davlat tomonidan beriladigan pullar sektoringizda sodir bo'ladi va shular bilan bog'liq mavzular oldingi planga chiqadi. Sizga keladigan daromadlaringizda o'zgarish bo'lishi mumkin. Meros, kredit, soliq, aliment yoki grant mavzularida o'zgarish bo'ladi.
hamkorlar bilan qozonadigan daromadlaringizda o'zgarish bo'ladi va yutuqlar keladi. 22 sentyabrda esa Quyosh tutilishi Sumbula burjida, yana sizning ikkinchi uyingizda sodir bo'ladi. Bunda yana 14-martdagi tutilishga o'xshash hodisalar yuz berishi mumkin. Yana ish, maosh, daromadlar, daromad manbai, qadr-qimmatingiz va ovqatlanish tarzingiz bilan bog'liq mavzularga ta'sir qiladi. Ishingiz yoki daromadlaringiz o'zgaradi. Nimagadir katta pul sarflaysiz, masalan, sayohat, o'qish yoki salomatlikka. Aql hush va mantiq bilan o'z foydangizni hisoblaysiz va pul mavzulariga yo'nalasiz. Ishingiz va daromadlaringiz borasida barcha dokumentlarni tartibga keltiring, tekshiring, tozalang, o'zgartiring va hisob-kitoblar qiling. Demak, ushbu yil davomida sodir bo'ladigan karmik tutilishlar sababli sizda asosan moliyaviy masalalar, kredit, aliment, davlat tomonidan beriladigan pullar, ish, maosh, turmush o'rtog'ingizning daromadlari, operatsiya, homiladorlik va krizislarni hal qilish mavzulari kuchli bo'ladi. Chunki shu mavzularda taqdirni o'zgartiruvchi vaziyatlar ko'p bo'ladi. Xiron asteroidi haliyam sizning 9-uyingizda sayohat qilyapti. Xiron qalb yarasi, ustozlik va shifo mavzularini timsol etadi. Shuningdek, u ikkita degan ma'noni bildiradi. Balki siz ikkita o'qishda o'qiysiz, ikki yo'nalishda rivojlanasiz, ikkita kanalda ish olib borasiz yoki shifo mavzularida ta'limingizni rivojlantirasiz. Lekin Xironning 9-uyingizda joylashuvi sizning o'qituvchingiz bilan ta'limingiz, chet el, sayohatlar va huquqiy mavzularda ehtiyot bo'lishingiz kerakligini ko'rsatadi. Bu yil shu mavzular sizga qandaydir qalb yarasini berishi mumkin. Bu bir travmaning shifo topishi payti bo'lishi ham mumkin. Venera dekabr oyida sizning 5-uyingizda, sevgi, farzandlar va ta'til sektoringizda bo'ladi va sizga huzur, halovat, uyg'unlik, ajoyib darajada dam olishni olib keladi. Turmush qurmaganlarga jufti halolingiz bilan tanishuv, sevganingiz bilan sayrlar, restoranlar, uchrashuvlar yoki oilali bo'lsangiz, farzandlaringiz bilan maroqli dam olish, musobaqalarda qatnashishni olib keladi. Shaxsiy biznesingiz bo'lsa, pul borasida yoki hobbilar orqali pul ishlashda ham juda qut-barakali davr bo'ladi. Lilitning rashk, kuchli tuyg'ular va ta'sirchanliklar tufayli emotsiyalaringiz yuksalishi mumkin. Har xil hiyla-nayranglarga e'tiborli bo'ling, ayniqsa noyabr va dekabr oylarida. 2025-yilning muhim ajoyib hodisasi yilning boshida 12-yanvar kuni Oq oy deb nomlanuvchi Selena 7 oy davom etadigan Qisqichbaqa burjidagi sayohatini boshladi. Selena 2025-yil 12-yanvardan 13-avgustgacha sizning 12-uyingizda sayr qiladi. Selena yoki oq oyning yorqinligi, yorug'lik, poklik va himoyani anglatadi. Yaxshi karmani timsol etadi. Bu sizga eng yaxshi fazilatlaringizni namoyon qilishingizga yordam beradi. Sizni salbiy narsalardan himoya qiladi. Astrologiyada Lilit qora oy negativ va hiyla-nayranglarni timsol etsa, oq oy Selena karmik himoya va yorqin energiyani ifodalaydi. Bu insonga hayot yo'lida yordam beradigan to'plangan yaxshiliklari va yuqori kuchlarning yordamlarining ramzi hisoblanadi. Uning sikli 7 yil. Mehribonlik, samimiylik va boshqalarga g'amxo'rlik sizga nafaqat quvonchni, balki karmik mukofotlarni ham olib keladi. 12-uydagi Selena tabiatda yolg'iz hayot tarzini ilhomlantiradi. Tabiat qo'ynida motivatsiyalar beradi. Shunda u ekstrasensorik qobiliyatlarni, misli ko'rilmagan sezgi, intuitsiya, telepatiya va tabiblik mahoratini rivojlantirishga yordam beradi. Qizig'i shundaki, sizga martaba orttirish, yuqori lavozimni egallash va mashhurlikka intilish tavsiya etilmaydi. Biroz parda orqasida bo'lish kerak, chunki bu sizni asosiy vazifangizdan, ma'naviy yuksalishdan va boshqalarga yordam berishdan uzoqlashtiradi. Siz avgustgacha zaif, kuchsiz va muvaffaqiyatga erisha olmagan insonlarga yordam berishingiz, yarador hayvonlarga g'amxo'rlik qilishingiz va o'simlik, o'tlardan bo'lgan dori-darmonlar bilan qiziqishingiz va ibodat qilishingiz kerak. Ularning ilohiy nurga ochiq bo'lgan ruhiyatlarini shikastlamasdan, ular bilan ishonchli va ehtiyotkorlik bilan muloqot qiling. Ushbu 7 oylik davr siz uchun qo'rquvlar tozalanishi, iliqlik va yorug'lik davri bo'lsin. Avgust oyidan boshlab esa Selena Arslonlar burchiga o'tadi va sizga yaxshi karma tozalanishini olib keladi.
Men barcha yangi toza xabarlarni Mila Xorazmli Instagram sahifamda berib boryapman. U yerda yanada ko'proq va to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Videolarimni ascendent burjingiz, quyosh burjingiz va oy burjingiz bo'yicha tomosha qiling, chunki uchalovi birgalikda bizning hayotimizdagi voqealar rivojini ko'rsatib berishadi. Mana sevimli Arslon burchlarim, 2025-yilgi obzorim, astrologik prognozim nihoyasiga yetdi. Like bosing va fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Astrologik yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying va yangi proyektlarimizni kuzatib boring. Barcha burchlar uchun 2025-yil goroskopini xarid qilish yoki natal kartani izohlash xizmatimizdan foydalanish uchun Telegram manzilimizni video ostida qoldiraman. YouTubedan tashqari bizni Telegram va Instagramda ham kuzatib borishingiz mumkin. Kanallar linklari esa video ostida mavjud. Keyingi prognozlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.